学国家通用语言情景绘画即学即用2，我是你们的老师谢吉拉Askai。今天我们要学习的是第2单元的语法一点通第2单元的语法一点通。首先这个单元里面的语法呢，我们要学一个程度补语、复合趋向补语，然后多加形容词，最后有一个动态助词过动态助词过。那我们一起来看一下，第一个，什么是程度补语？那么在学这个程度补语之前呢，我来讲一下什么叫补语补语дегенimiz толықлығычы грамматикада толықлығычы дейміз。它呢可以说明这个动作的әрекетніңки或者说行为қылмышныңки немесіне结果нәтижесіне趋向юлінішіне数量сан мықтарыне анан деген时间уақытыне处所орныне可能性мүмкіншілігіне andan деген яки болмаса说明性状前面这个是动作行为әрекетніңки баянғы нәрселеріне andan деген яки болмаса характерніңки дәрежесіне就是қайсы бір дәрежеге жеткен екенлігіне көрсетіп бере алады。那么今天我们要学习的就是这个程度补语дәрежесіне көрсетіп бердіған толықлығычы。那我们来看一下它下面所说的程度补语дәреже толықлығычы用来说明动作和事物性质所达到的程度。әрекет яки болмаса шу нәрсеніңки характерініңки еткен шу дәрежесіне көрсетіп берді екен。程度补语呢一般由形容词充当。程度补语也就是дәреже толықлығычы адатта қайсы сөзлер дәреже толықлығычы болады десек сүпәт那动词和程度补语之间呢要用结构助词的就是说пил белән мұшы неменің отырсыда дәреже толықлығычының отырсыда双人的дейміз ғой双人的деген мұшы не шілтіміз анан деген мұшы білән улаймыз десек болады улаймыз也就是说cümle формасы қандай болып маңды десек егер қитылған пил қитылған 双人的қитылған сүпәт болып маңды那бұны қитып бұндан солай немі мұракеп немі қалаймыққан нәрселер бұл десек就是说мәлім бір әрекетнің қайсы бір дәрежеге жеткенлігіне сөзлемекші болсақ ашыныңда程度补语шілтіміз қайсы бір дәрежеге жетті яқшысы ма начыры ма қандай болады дегенді сөздесек 程度补语шілтіміз。那比如说миядеке мисалға қарап бақайлы фукам тез жүгірейді фукамның жүгіріші қандай тез не дегеніміз弟弟跑得快这里面的你看主语加动词加的加形容词的都过一个是qaysu弟弟动词跑andan деген双人的andan деген сүпәт快弟弟跑得快әкешкендісіге衣服洗得干净сын 이것이衣服киім әрекет洗유유ш andan деген双人的қандай 유йлыпты干净pakis киім pakis 유йлыпты衣服洗得干净。然后식달러 미살 밖에那咱们呢自己再说一下这个比如说 TIKS'ni yatlangla deymiz ғой TIKS деген дейміз课文那yatlashini deydi背那 TIKS'ni қандай yatlады раван TIKS'ni раван yatlады课文背的流利课文背的流利десек болады анан деген менің ойды бір тал мүшкін батты
bu müşküm qanda xulatudu desek şunda umaq tatlı uxlab ketipdi degan bo'lsa, na ism kimo nimo? Xiaomao. Nimish qilatudu? Uxlash. Shuy. Qanda uxlabdi? Naydi tatliq. Xiaomao shuy da xiang. Xiaomao shuy da xiang desek bo'ladi va siqilib这个呢就是刚才说的，就是说 ma'lum bir harakatninki 就是qanda bir darajaga yetganligini so'zlab bersak, uni biz chandu bo'yi bilamiz da. Na uningda 就是formasi ism 或者说 ega andan keyin fe'l andan keyin de andan keyin yana bir sifat bo'lib qoladi va 好，那然后呢，我们再往下看一下啊，程度补语的否定式就是 inkar shekli，那就是баян tez degan bo'lsak, asta bo'lgan bo'lsa-chi, man desakmi bo'ladi yoki bo'lmasa inkar sheklida qilsak, oldiga bu degan xatni qatimizsa, 那就是说 tez emas, 不快。那shu ustidagisi nima bo'lib qoladi? 弟弟跑得不快。弟弟跑得不快。那衣服洗的 衣服洗的不干净，衣服洗的不干净bo'lib qoldi。那么 bayamqi mushu teksiyatlash degan bo'lsa, teksiyatlash ravon emas bo'lsa, 课文背的不流利，课文背的不流利bo'lib qoldi。然后还有什么呢？这个再比如小猫睡得不香，小猫睡得不香，不点那个 orne， 就是这个双人的那个看的yani， 我是 spat 那个 aldığı eklemesi， spat 那个 aldığı eklemesi。然后咱们再来看一下最下面。形容词、动词 sifat yoki fe'l 心理活动的动词，就是 odamning psixik harakatini so'zlaydigan fe'llar. Ning keyiniga 双人的ni qaytib yana nimani qasaq bo'ldigan 很慌要死不行qatorliqlarni qassa 也可以表示程度高, buningdimi darajasiniki yuqori ekanligini ko'rsatib beralaydi deydi. 那其实不也的呢？老师想给你们再补充一下啊，其实这个程度补语呢是很少，就是说 daraja to'liqlig'iga nihoyatda oz bo'ladi. Odatda masalan qaysi-qaysilar bor desak, 很急非常deb qo'ymizku. Lekin非常ni ishlatmayotganmiz, ji kelamiz. 很 bilan ji. Andan keyin yana birisiga tou, 慌 死坏andan keyin 多 qatorliqlarni ishlatadi. 然后呢它表示这个程度bu nimani ko'rsatib berdi desak, darajasiningki bir pallisiga yoki bo'lmasa yuqori bo'lgan bir darajaga kelganligini ko'rsatib berdi. Agarda ozroq masalan yenik darajada bo'lgan bo'lsa, odatda qaysini ishlatamiz desak, 一些一点ni ishlatgan vaqtimizda 它就表示 ozroq yenik bo'lgan daraja ekanligini ko'rsatib beradi. 那么 ishqilib 总的来说呢，就是说 hozir ustida biz ega fe'l andan keyin 这个的qilib sifat qitildi dedik-ku. Namda hozir men ostidagisidan nima demoqchi desakchi, ju bek bo'lib ketdi, vahshiy bo'lib ketdi deb degan vaqtimizda qanday ishlasak bo'ldi? 就是shu 动词 sifat yoki fe'lning keyiniga dni qitib, andan keyin shu kitobda bergan 很 yoki 慌 yoki 要死 yoki 不行 degan so'zlarni qitib ishlasak bo'ldi. 其实bu yerda bergan forma. Shu formaning ichiga jumlani kirgizsak ham bo'ldi. Masalan, mendagi misolga qarab baqsak, 这里的东西 deganimiz egisi shunday, bu yerdagi narsalar. 贵 sifat. 贵 怎么了？贵得很，就是nihoyatda qimmat. Bu yerdagi narsalar bak qimmat. 这里的东西贵得很。那 bunda ovorchilik o'g'uchi 这里的东西很贵desam bilan bo'ldi-ku. Bo'ladi.
lekin mahıl işletilişimi吧，就是说语言这个东西啊，它并不是局限在某一种表达方式里面。Til degan tilda bir narsalarni ifodalagan vaqtimizda bir xillama bir sinlama bu ni hao'ni mugday boshqa eshitdim shu ni haoma baba mama haoma deganni o'rganmaymiz ni hao'ni o'rgansam bo'lmamdi nima degan avorchilarda bunda o'ylasak bo'lmaydi shu masalan在这个维语里面我们也是 yaxshima tishliqma andan keyin obdan tudilma yana masalan shu uydagilar qandayroq degandek har xil yangi gaplar bo'ldi-ku. Shuningga uni mundaq qilsak bo'lamdi deb o'ylasak bo'lmaydi. Heliqini aning bilan mau ilishib ketmaydi. Aldirmay yurgansanglar bo'laverdi. 然后呢再往下看 6-si nima debdi? Mama 这几天 opam buni tukunning yaqi x chiqib qoldi. Qanday bo'ladi? Mang aldirash 动词形容词忙的怎么样要死忙的要死那bu yerda o'lab qoladi deyapmiz是 bek demakchi darajasi nihoyatda yuqori demakchi buningga biz yana masalanga iliqi huang deb to'pishing deb to'yamizga bir tal jumla qilib baqsak masalan uyning ichida bek ichim siqilib ketdi teshig'i chiqib birdan miyib kiraychu desam 家里闷得慌我出去走走家里闷得慌我出去走走 desak bo'ladi. Andan keyin yana masalanga mening kuchugim bek omaq desam 我们家的小狗很可爱 desak bo'ladi. Undan boshqa 我们家的小狗可爱的很 desak bo'ladi. 可爱的很 desak bo'ladi. 然后men yana bir 不行 bor ekan. Masalan Oyma usab bulanmadım, tez mağazara su bire desek bulanmadım diyenge muşuncu可以用这个了我渴的不行了我渴的不行了快给我点儿水喝快给我点儿水喝 desek bo'ladi. 好，这个是我们的这个程度补语。 同学们会了没有？ishqilib shu bakka va shika undaqga deganni bildirgan vaqtimizda 很快的 bilan emas, balki 快得很这个什么得很得慌得要死得不行得一点得不得了都可以用都可以用都表示程度好，这个是这个。那接下来呢，我们来看一下第二一个这个内容。 复合趋向补语那就是说本节目是你们在第一册书我们学了这个趋向补语，你们都来去来去 kelish ketish degandagi mushu harakatningki yo'linishini ko'rsatib berdi u. Masalan, minib kelyotdi desak, 走来 minib ketyotdi 走去 deganda, 或者说ustiga chiqish bo'lsa 上来 degandek. 那今天我们要学的呢是这个复合的意思就是我那全say bo'ldi attiqu ikki xat deb tushunsak bo'ldi ikki xat deb tushunsak bo'ldi. Masalan, 你看ustidagi bir qurda 上下进出回过起开的我 ostiga 来去debdi u. 那shu vaqtida bu 复合趋向补语lardan qaysi bor ekan? 上来上去 下来下去进来进去出来出去回来回去 过来过去起来起去的比如起来吧开来开去 desak bo'ladi. 那么这些呢它都是这个复合趋向补语. Bumu to'liqlovchi, bayam to'liqlovchininki yo'nalishini ko'rsatib beradigan birisi bor dedik-ku. 这个就是shu yo'nalishini ko'rsatib beradigan qaraylik. Masalan, qarash degan nima deymiz? Kan deymiz. Men hozir nega qarayapman? Men miyoqqa qaragan bo'lsam, oyoq tikilar meniki oyoq qarayotganligimni ko'rdi-ku. Lavshitsa kan bo'lsa nega qarayotdi deb bu kan degan harakatninki qaysi yo'linishga qarab bo'layotganligini bilmaymiz. Agarda kan go'lay bo'lsa, lavshi kan go'laylar bo'lsa, u vaqtida meniki qaragan, o'sha qarash degan o'sha harakatimninki yo'linishininki oyoq ekanligini bilgili bo'ladi. Ma'lum miyoqqa qarayotdi deganda lavshi kan go'laylar. Masalan, 我们在上课的时候，不了么那个
ishikniki oldiga endi ma'lumlamdi u maraydi qaysi bolalar yaxshi anglamadi dedi. 那我们都会说老师看过来了，你不要再玩了 degandek， 知道了吗？那就是说复合趋向补语呢其实都是差不多的shu harakatniki qaysi yo'linishga qarab bo'layotganligini ko'rsatib berdi. Anandiki lay bilan chu ikkisiniki farqini dedi. Shu 说话人 gap qilayotgan shu odamning yonidan ketgan vaqtimizda chu kelgan chaqda lay bo'lib mangdi. 就是说 mesela ma'lumniki ko'zi men tarafga qarab kelgan bo'lsa kango lay bo'ladi. Ma'lumning ko'zi oyoqqa qarab men manga emas boshqa yoqqa qarab ketgan bo'lsa 那我就说看过去 bo'ladi. 看过去bo'lib mangdi va 那就是再比如 hozir men birsini chekayotgan bo'lsa tang 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 mening yonimga kiramdi u odam mening yonimdan ketamdi. Kirmoqchi bo'lgan vaqtida 那我应该是怎么样请进 deyman, 请进 deyman. Agarda xopimay chikatsangiz o'tga demoqchi bo'lsam, chikding deganim mening yonimdan ketadi-ku. U vaqtida 麻烦你请出去 麻烦你请出去 deyman. Ishqilib shu harakatningki yo'linishiningki qaysi taraf ekanligini so'zlab bergan chaqda mushu chushang bo'yini ishlatamiz. Chushang bo'yini ishlatamiz. Bizningki masalan uyga ikki odam kirib ketib bordi desak, 有两个人走进去了 有ikki odam bizning uyga kirib ketdi degan bo'lsak, 有两个人走进去了 到哪里呀？到我们家去了 desak bo'ladi. 这个是这个，那我们具体来看一下具体来看一下。上表中ustidagi jadvalning ichida nima debdi? 上下进出进出回过起开 degan so'zlar lay chu bilan birga bo'lib bular nima bo'ldi? 就是这个一起构成补语, ya'ni jumlaningki to'liqlovchisi bo'lib nega qo'yamiz? Fe'lningki keyniga, harakatningki keyniga qo'yamiz. Shuning bilan bu 复合趋向补语bo'lib mangdi. İşletgan vaqtimizda agarda en keyindagi to'ldiruvchisi, ya'ni buni bir ism deb tushunsak bo'ladi. En keyindagi u ism odatdagi ish yoki odam bo'lsa, uni biz mushu lay chuninki oldiga qo'ysaqmi bo'ladi, lay chuning keyniga qo'ysaqmi bo'ladi. Masalan, bu yerdagi misolga qarasak, bu nima degan gap desakchi, 出来 dedik-ku. 出来 asli mana ikkisi birlig'i. Shu vaqtida kitobni ochqinglar degan chaqda ikkinchisiga avval qaraylik. 拿出来书 拿出来书 就是出来ikkisi bir yerda bo'lib tang chiqsa bo'ladi. 拿出来书 yoki mendagi mana shu degan ismni shu bilan layning o'ttirisiga qo'yib turib shu bilan lay ikkisini ayirib etib 拿出书来 拿出书来 desakmi bo'ladi. Nima? 出来 degan so'zni bir jup qilib birga kelsakmi bo'ladi, ikki qilib ayırsaqmi bo'ladi. Qanday ahvol ostida keynidagi to'ldiruvchisi odatdagi bo'lgan bir shahiy bo'lgan vaqtida, putonda odam yoki narsa bo'lgan vaqtida 咱们可以把它分开. Yana masalanga men bir misol olsak, o'rmonlikdan bir cho'ng yo'lvos sakrab chiqdi desak, 树林里 birga qo'yib ishlasak, 跳 sakrashni 跳 deymiz-ku, 跳出来 desak, 树林里跳出来一只大老虎. 树林里跳出来一只大老虎 desak bo'ladi. 那么我这个大老虎 bu yo'lvos odatdagi 这个事物bo'lgandan keyin bu出来ikkisini ayirib olsakmi bo'ldi. Shu vaqtida 森林里跳出一只大老虎来. 森林里跳出一只大老虎来 desak bo'ladi. 这个能不能明白? Chiqilib nima degan gap desakchi, 我什么上来下来，还有什么进来出来回来过来上去下去degandek, 我来bilan chu bilan birlashtiramiz-ku buni.
birga chiqarsakmi bo'ladi? Undaq ayirib etib chiqarsakmi bo'ladi? Qanday ahvol ostida? Odatdagi odam yashashi bo'lgan vaqtida, narsa bo'lgan vaqtida ayirib etsakmi bo'ladi degan gap. Ondan keyinda deydi, 如果宾语是地点 agarda to'ldirg'uchisi o'rin bo'lib qolsa, 则放在来去的前面。那 agarda mushu to'ldirg'uchisi keyindagi to'ldirg'uchisi o'rin bo'lib qolsa, cho'qim mushu lay bilan chuni mushu o'rinning keyiniga olib borasiz. Mushu o'rin cho'qim mushu lay chuninki oldiga kelish kerak degan gap. Cho'qim oldiga kelish kerak. Masalan, dadam Beijingga ketdi degani 爸爸上去北京了 desak bo'lmaydi. 上北京去了.去nada? Mushu o'rin Beijingning keyinida. 爸爸上北京去了 desak bo'ladi. Ya'ni masalanga saboqdoshlar Xotanga ketmoqchi desak, 同学们要回和田去了. 同学们要回和田去了 desak bo'ladi. Ya'ni masalanga sen maktabga qaytib kelsan-ku, uyga bormading deganmisan degan bo'lsam, maktabga qaytib kelish. 你怎么回学校来了? 你怎么回学校来了? Ama layni nega keldim? 学校ning keyiniga keldim. O'rin bo'lgan chaqda, ma lay chu degan mush o'rinning keyiniga keldi. 你怎么回学校来了? 不是要回家去吗? 不是要回家去吗? deganga o'xshash. Tushundingmi? Miyadagi misolda nima debdi? Merdan 走进教室来了. Merdan nega keldi? Mushu sinfga kirdi ya. Merdan 走进教室来了. Lay 教室ning keyinida. To'rtinchisida Alimu 走上楼去了. Alim nega ketdi? Mushu qavatning ustiga ketdi. Alimu 走上楼去了。这个会了吗？好，那第三一个内容呢是多加形容词 ko'p emas sifatni qaytish. 那多加形容词就表示程度很高啊。哇，你们degan, 哎呦，哇塞degandek那种感觉bo'ladi啊。那多个 mush keyingi sifatni qaytib, 哇deganda ko'p keyingi ko'pincha ani qaytib oldi yana. Shu vaqtida masalan, bizningki davlatimiz nima degan go'zal, nasib ekan. 我们的祖国多美呀，多美呀 degandek. Bugun nima degan issiq, 今天多热啊. Na, men senga nima degan yaxshi muomala qilaman. 我对你多好呀 desak bo'ladi. 就是意思就是程度高. Nima degan mundaq, 多漂亮啊. 多帅呀，多聪明呀，多可爱呀，多好吃呀，多努力呀，我有微信，demakchi bo'lsa, 那多怎么样 desak bo'ladi. 这个不难啊，bu tas emas. Ostidagi 4-siga qarab boqaylik. Agarda o'yinimda bo'lsanglar, cho'qim men deb anandikin siz deb beqing deb so'raydim. Hozir men yo'q, lekin buni o'zinglar mushu tuvanda turib, o'zingiz yeni misol elib turib, bunda deb baqsamchi, aniq deb baqsamchi desak bo'ladi. Kim fursat bo'lsa, menga deb bersangiz bo'ladi. 第四个动态助词过啊，动态助词过 bu holat yordamchisidanmi? Holat yordamchi so'zi 过 degan ma'noda. 那动态助词过表示某种动作曾在过去发生，意思就是ma'lum bir harakatninki o'z berib baqqanligini, o'tib ketgan bir vaqtda o'z berib baqqanligini ko'rsatib berdi dedi. 重点说明 muhim nuqtasi nimani bildirmoqchi zodi desak, 有过这种经历, bu xil tajribasining borligi, 或者说 bu xil ishning beshidan o'tib baqqanligini ko'rsatib berdi demoqchi. 意思就是说啊, bir ishni siz ilgari qilib baqqan demoqchi bo'lsangiz, bijama过 deysiz. Ya'ni 动词ning keyiniga aytilasiz. Masalan, berib baqqan bo'lsa 去过, yeb baqqan 吃过, kiyib baqqan 穿过,
듣박간说过көріп 박간看过annan degan ойнап 박간玩过 야는 박간 내리 민업 박간 走过 등등啊 등등 那么 ishqilib ju ma'lum bir ishni biz qilib bakkan bo'lsak shami go deymiz shami go men sizga ishinib bakkan 我相信过你 demek ma burun ishinidim hozir ishonmayman demekchi然后呢这个能不能听明白呀 Bunun bilan iliqli ma'lum bu li bir ishni tugatganligini ko'rsatib berdi desak li shu harakatninki putganligini ko'rsatib berdi lekin qo'shi bu harakatni ilgari qilib boqqanligini bildirib berdi masalan 爸爸去过北京 爸爸去过北京 那 dadam Ürümchiga berib baq o Ürümchi deyman o Beijingga dadam Beijingga berib baqqan bu gapning ma'nosi 就是说 ilgari berib baqqan hozirchi hozir dadam Ürümchida 那再换一个啊 爸爸去了北京 爸爸去了北京 bu gapning ma'nosi dadam Beijingga ketdi. Çünkü ketiş degan hareketni tamamladı. Dadam Beijingga ketdi. Unda bo'lsa hozir dadam nerede? Beijingda. Ishki gapning ma'nosi o'xshamaydi. O'xshamaydi. Men lag'man yedim bo'lsa, o 吃了拌面. Men lag'man yeb baqqan bo'lsa, ilgirki mushu tomoq yeyish degan mushu tajribalarimning ichida lag'man degan bundaq bir tomoqni yeb baqqan bir tajribam bor degan bo'ldi. 这意思完全不一样啊，完全不一样。好，那misalga qarab baksak, 来乌鲁木齐以后，阿里木去过南山和红山。那 Ürümchi kelgandan keyin olim Hongshan bilan Nanshanga berib bakdi deydi. 新疆有名的特色菜和小吃，新疆的一个danglik mushu alayda qo'rmalari, yemekliklerini 我差不多都吃过。Men asosiyatdan hammani yeb baxdim.那这些都表示 ilgari mushu ishlarni qilib baxdim demakchi. 好，否定式那 inkar shakli qilib baxmagan bo'lsa 没有过 bo'lib ma'noda 没有过。那 masalan 那 我还从来没学过英语呢。那么 inglizcha o'rganib baxgan bo'lsam 学过英语bo'ldi. o'rganib baxmagan bo'lsam 没学过英语啊。Men azaldan inglizcha o'rganib baxmagan degan so'z bor. 然后下面去海南以前我没见过大海。海南ga berishdan burun men dengiz ko'rib baxmagan. 我没见过大海. 没 deganda pilning oldiga aytilamiz. 没见过大海deganda. Na agarda boshqalardan savol qilib so'ramoqchi bo'lsak, menda qilib baqqanmi, anda qilib baqqanmi desak 什么过没有 deymiz. Masalan, berib baqqanmi desak 去过没有. Na yeb baqqanmi, 吃过没有, ko'rib baqqanmi, 看过没有, o'ynab baqqanmi, 玩过没有, ananiki o'ylab baqqanmi, 想过没有 deganday. Munda qilib baqqanmi desak 什么过没有 deb so'raymiz. Mendagi misolni imlabdi. 你吃过沙车的鸽子拌面、肉拌面没有? Siz yeganiki mushu boshqa go'shi lag'minini yeb baqqanmi yo'q debdi. 其实 Uyg'urchada buncha munda qilib baqqanmi yo'q deydi-ku. Mushu keyindagi yo'q deganimiz 就是这个没有啊。然后最后一个你见过李明的女朋友没有? Siz Li Mingniki qiz do'stini ko'rib baxdingizmi yo'q deganday. Qilib baqqanmi yo'q desak 什么什么过没有 deb turib so'raymiz. Inkar shakli bo'lsa 没有什么什么过 munda qilib baxmagan bo'ldi. Qilib baqqan bo'lsa biznimi过 bo'lib ma'noda. Qo'yilma. Endi tugdi. 跟老师一起把所有的例句都读一遍，过一下啊。弟弟跑得快，弟弟跑得快，衣服洗得干净，衣服洗得干净。弟弟跑得不快，弟弟跑得不快，衣服洗得不干净，
衣服洗得不干净，这里的东西贵得很，这里的东西贵得很。妈妈这几天忙得要死，妈妈这几天忙得要死。拿出书来，拿出书来，拿出来书，拿出来书。其实书拿出来得再用不读啊，书拿出来得再用不读。麦尔丹走进教室来了，麦尔丹走进教室来了。阿里木走上楼去了，阿里木走上楼去了。我们的祖国多美呀！我们的祖国多美呀！今天多热啊！今天多热啊！我对你多好啊！我对你多好啊！第四个，来乌鲁木齐以后，阿里木去过南山和红山。来乌鲁木齐以后，阿里木去过南山和红山。新疆有名的特色菜和小吃，我差不多都吃过。新疆有名的特色菜和小吃，我差不多都吃过。我还从来没学过英语呢。我还从来没学过英语呢。去海南以前，我没见过大海。去海南以前，我没见过大海。你吃过沙车的鸽子肉拌面没有？你吃过沙车的鸽子肉拌面没有？你见过李明的女朋友没有？你见过李明的女朋友没有？等等，好，就这么多。那今天我们的作业呢，就是都学完了，把后面的这个任务大盘点的uitstijdeligplan sleep 等了，去吧。好，那今天我们的课就先上到这里，下一期